Qurilish va kommunal sohada ro'y bergan muhim voqealar tafsiloti bilan hafta dayjesti. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligida ijtimoiy himoya masalalari muhokama qilindi. Vazir o'rinbosari Ozoda Jo'rayeva boshchiligida vazirlik mas'ullari Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda Yevropa ittifoqining Sotsius dasturi ekspertlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy uy-joy dasturlarini takomillashtirish hamda kam ta'minlangan qatlamlarga kompleks yordam ko'rsatish masalalari muhokama qilindi. Sotsius dasturi doirasida Yevropa davlatlarining ilg'or tajribalari taqdim etilib, ularni milliy tizimga moslashtirish imkoniyatlari yuzasidan fikr almashildi. Mazkur muloqot aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy uy-joy siyosatini yanada samarali tashkil etishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Asaka tumanida zamonaviy turar joylar va infratuzilmani rivojlantirish ishlari jadal davom etmoqda. Andijon viloyati Asaka tumanida aholi uchun mo'ljallangan ko'p qavatli uy-joylar qurilishi hamda hududlarni kompleks rivojlantirish ishlari tizimli olib borilmoqda. Mazkur jarayonlar doirasida viloyat qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasi boshlig'i Fazliddin Alijonov tumandagi bir qator qurilish obyektlari bilan tanishdi. Jumladan Baraka, Chek va Kamolot mahalla fuqarolar yig'ini hududlarida amalga oshirilayotgan loyihalar ko'zdan kechirilib, qurilish jarayonlari, infratuzilma va obodonlashtirish ishlari yuzasidan mas'ullarga tegishli tavsiyalar berildi. Yong'in xavfsizligi bo'yicha hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Texnik me'yorlash va standartlashtirish ilmiy-tadqiqot instituti hamda Favqulodda vaziyatlar vazirligi huzuridagi ilmiy-innovatsion va sinov-tadqiqot instituti rahbariyati ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda yong'in xavfsizligi sohasidagi prezident topshiriqlari ijrosi, shuningdek, joriy yil manzilli dasturi doirasida normativ hujjatlarni takomillashtirish masalalari ko'rib chiqildi. Tomonlar hamkorlikni kuchaytirish, ilmiy tadqiqot ishlarini muvofiqlashtirish va belgilangan vazifalar ijrosini tizimli nazorat qilish muhimligini ta'kidladi. Uchrashuv yakunida kelgusidagi qo'shma faoliyat yo'nalishlari bo'yicha kelishuvga erishildi. Qorli ob-havo sharoitida boshqaruv kompaniyalarining faoliyati o'rganildi. Hafta oxirida kuzatilgan qorli ob-havo munosabati bilan ko'p qavatli uylar atrofini qordan tozalash ishlari boshqaruv servis kompaniyalari zimmasidagi muhim vazifa bo'lib qoldi. Mazkur mas'uliyatli pallada boshqaruv kompaniyalarining ish faoliyatini o'rganish maqsadida tungi reyd tashkil etildi. Reyd davomida Yunusobod tumanida faoliyat yurituvchi bir qator boshqaruv kompaniyalarining 24/7 dispetcherlik xizmati hamda uylar atrofida olib borilayotgan qor tozalash ishlari bilan tanishildi. Shu va shu kabi muhim yangiliklardan doimiy xabardor bo'lish uchun ijtimoiy tarmoq sahifalarimizga obuna bo'ling.